Söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok cigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünüm yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolida ecdad bolgan çevendas. Düşkün kan var tumurda, Küy naksisi hoş avaz. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan var isi, aman yeter bileke. Büyük karvan var isi, aman yeter bileke. İpek yolu sadası, söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu Coşkun kanlar tumurda, Köy nakşisi hoş avaz. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı seferde, insan şah seferde, Bektikler seferde. İnsan şah seferde, Bektikler seferde. İpek yolu sadası, söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodicheklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror İpek Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnamizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Boshlovchi Xi Jinping 3-qatimliq Markaz Şinjan xizmat suhbat yig'inida Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish, Şinjanni ittifoqlashib muqim qilish, Şinjanni madaniyat orqali ozuqlantirish, xalqni betib Şinjanni ro'naq topqizish,
Şinjan'ı uzakçı güllendirişte çıng turup, tirişip, yeni davrdaki Jongochu sosyalistik Şinjan kurup çıkış gerek dep ta'kidledi. Biz Şinjan'daki her millet xalq güzel Şinjan barpa qilib, vatan arzusunu ortak ishga oshirish uchun birlikte tirishchanlik ko'rsatamiz. Biz öz naqshlarımızda Şinjan hikayesini yaxshi so'zlab, partiyani suydigan, vatanni suydigan, Şinjanni suydigan aktiv kuch avj oldirish uchun öz tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Bugungi Şinjanda bepayon tarim o'ymaligidan igiz Altay teg'igacha, hayvatlik Pamir egizligidan Munbat Turpan o'ymaligigacha hamma joy Jushqun umid kutoldi. Yegin içkin bozup çaçma degan hikmet maras bizge. Bugünden alırım qayta şu hikmetni salar eske. Acep davran sürüp mağdu güzel eten üçün emmal. Yedin kaderi toklukni çelakmay yaman kızge. Çelakmayli yaman kızge. Burda aknanni fazilet evcdur bilsen. Şuna varis isil evlat buluş şevket mana sizge. Büyükler eydi dudayı bir gam jürmeyli hoşlukta. Kader tuygusu kem toşkan çomakka del çıkar tüzge. Çomakka del çıkar tüzge. Şu tap dünyada sansızlar tehi açlıkta zarlıkta. Bilip bilmey töküldü aş töküldü nan eşip bizden. Nime harbulsa bir günler şunun gazar bulur insan. Bu hal taşdıymışın bizni bahardın ip gerip küzgen. Bahardın ip gerip küzgen.
Şuna oğlum sana menden nasihat bu şengeysen Harap turdan nihar kılgan makan ahli degen sözge makan ahli degen sözge Yegin içkin buzup çaçmay Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət şirkəti bizdən bu qədimki proqramımızın tajdarlığını aldı. Bu şirkətə minnətdarlığımızı bildiriş bilan birgə bu proqramımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda tələb qılğan sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Bu proqramımız bilan Şinjan Elnuri Yezigilik Fən Texnika Tərəqqiyat Çəklik şirkəti strategilik həmkarlaşqan. Sizlərə köpdən köp rəhmət. Şinjan Qaydu Yeməklik Çəklik Məsuliyyət şirkəti proqramımızğa yaxından yardım bergan. Sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Şinjan Taşqın Xalqara Sodiçeklik şirkəti proqramımızı alayda qolladı. Köp minnətdarımız. Qadrli dostlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarının maharat göstü süpsi. Dərhal ərqayız çoğun yanfon əbdüqallardan Badam Lavini izləb qaçılab, yanfonunuz arqılıqla kursantlarının katı maharatlarını görüşünü unutup qalmaq. Onun başqa, proqramımızı Şinjan Radyo Kino Televiziya Tori Əynek Talla Televiziyasıda mı görə aləysiz? Dostlarımızdan yana davamlıq proqramımızға iştirak qilishini qızğın qarşı alırız. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib atamdi.
ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. To'g'ri tanlash moslashish demakdir. Elga yuzlanganda men salopatni tanladim. Hurmat uchun elga yuzlandim. Tanlig'ingiz elzoq bo'lsin. Salopat jarchisi elzoq kiyimlari. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri. Koinotda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan muzikali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planida qayerda siz desa, men planida da. Aylin Az guruhi plan muzikali taomlar restorani Diyarimizdagi Qorshar o'ymonligining munbat tuproqlarida ajr millat bilan parvarish qilingan. Qaydo zavodida yangi texnika, yangicha obraz, yangicha esil ta'mi bilan ishlangan qaydo yurishlik tetik qurishlari hech qanday xushmurat modda qo'shilmagan haqiqiy tabiiy mahsulot. Qaydo qizilmush qiyam, qaydo pamdur qiyam, har xil yurishlik qaydo tetik qurishlari oilangizning eng yaxshi tanlashi. Uyingizda qaydo uzilmasin. Qaydo yurishlik tetik qurishlari Vallahi desem tamasını direyim. Öğünge verip sandıklı içip moçanı koyup koçanı elep bazağa verip tartıklı elep saklakan mısın dep tizlikte kaytıp ağızlı içip keni işim mihmallah desem kola bulam şunda bula dep bulap acı koçkendey kola bulam şunda bula tartık kola Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodichaklik Mas'uliyat Şirkati tajdorligidagi 4-qarar Ipak yo'li sadosi programmasi. Huzuringizda xizmatda bo'lish uchun riyosatchi Nijat Valiyaqov taqdim bo'ldi. Albatta biz zarf kutgan minutlar yetib keldik. Bizning bu sahnimizda yillardagidek bir-biridan sal xil mahirlarimiz o'zlarining katta mahoratlarini namoyon qilish oldida turibdi. Undaqda bizning bu mahirlarimizga bu sonimizda zodi kimlar baholug'chi bo'lgandi? Oldi bilan yetakchi ustozlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Şinjan Yaşlar Birleşmesi'nin azası Amubab naqshchiligimizning sarkisi Mo'minjon Abdukim apandim Didor G'animat sizni qizg'in qarshi olamiz. Xos uslubli naqshchi, o't yurak kuychi, Shanxay muzika sho'yanidan naqsh kasbi bo'yicha bilim oshirgan Tosh Muhammad Batur apandim Didor G'animat. Bulardan boshqa yana zamonaviy muzikchiligimizdagi yangi yo'l ochquchi, kompozitor, naqshchi Mevlan Mamtimin apandim sizni qizg'in qarshi olamiz Didor G'animat. Shundaqla sahnimizdagi bir tal qizil gul Şinjan san'at sho'yanining o'qituvchisi, O'zbekiston Muzika institutining magistr aspiranti, ham shundaqla Italiya Rim Muzika institutida bilim oshirgan yuqur ovozli naqshchi Aygul G'ulom muallim Didor G'animat. Ustozlarimizla tunishtirib, navbatgi minutlarga kelgan chaqda hammamiz betoqatlik ilikida kutayotgan Abdulla apandimni hurmat ilikida tunishtirmoqchiman. Sahnimizda davlatlik 1-darajalik artist, danglik san'atkor programmamizga bosh ustoz Abdulla Abdurim apandim Didor G'animat. Demak, mana shuningdek bir-biridan katta, bir-biridan munavvar yetakchilarimizdan keskin, shundaqla adil baho chiqarishi bilan mahirlarimiz mana shu sahnada tanlandi va shallandi. Biz baş ustoz cho'lpinimiz Abdulla Abdurim apandim yetakchiligidagi 4 nafar qobil yetakchining adil, shunaqla barobar baho chiqarishi bilan san'at beg'idagi yangi mayislarni o'z bag'rimizda o'stirmoqchi bo'ldik. Xo'sh, undaqda navbatda bizning baş ustozimiz Abdulla Abdurim apandimning yurak so'zlariga birlikda quloq solaylik. Hurmatli ustozlar, hurmatli saboqdoshlar va televizor oldida
İpek Yolu Sadası programmasını kızgın tamaş etip yaxşı bahalarını verip kelayotgan barliq qarindoshlar abaya inimiz degandek İpek Yolu Sadası necha qarar o'tkazilish jarayonida bizningki Şinjandagi har millat qarindoshlarımızın qizg'in olqishiga yaxshi ko'rishiga erishgan yaxshi programma bo'ldi va undan boshqa jamiyatda o'z iqtidorini joriy qildirish fursati kutib turayotgan nurg'un yoshlarimizning qizg'in olqishliq bir programmasiga aylandi. Bu sahne ularning o'z qobiliyatini joriy qildirdiganga fursat hozirladi. Shundaqla bu programma yana jamiyatda o'zining ijobiy ta'sirini paydo qilib, ma'naviyatimizning beyib menishi uchun tegishli hissini qo'shdi. Bu qatamqi programmamizmi yana davomli yaxshi davomlashdi deb ishonchimiz bor. Biz yana ustozlar bilan birlikda savodoshlarimizning o'zida bor bo'lgan qobiliyatni, iqtidorni mushu sahna orqali to'liq joriy qildirishlarini qarindoshlarimizga yaxshi asarlarni sunishini umid qilamiz. Abdullah efendim, albatta mening bilishimcha sizning bugungi o'rningiz bilan yillardan buyangi yetakchilar o'rnidagi o'rningizda muayyan bir o'zgarish bo'ldi. Undaqda bu qadimki mushu musobaqamizda sizning funksiyalik rolingizni bir bilib baqsaq. Bu o'rnimdagi o'rinda o'zgarish bo'ldi rost. Shundoq. Lekin bizningki rolimizda cho'ng o'zgarish yo'q. Nima desa, baribir mush yoshlarimiz uchun xizmat qilamiz. Bu yerda ma'vo 4 ustozga tajriba jihatdan akının o'rnidan ancha yetakchilik qilmoqchiman. Shundoq. Lekin asosiy rolimiz o'xshash. Baribir mush yoshlarimizdan zo'r umid kutyapmiz. Ularning yetaklanish, tarbiyalanish jarayoniga o'xshash kuch chiqaramiz. Bo'ldi, rahmat Abdullah ustoz. Albatta, mening cho'g'an chaqda bizning Tianshanning janub va shimoldan kelgan har millat mayirlarimiz bu qadimgi musobaqaning yillardagidek adil, baravar, shundaqla to'g'ri usulda ilib berilishini chin ko'ngildan umid qiladi. Undaqda bu qadimgi musobaqaga bo'lgan va'dasi sifatida biz 4 nafar yetakchining bugungi musobaqadagi yurak so'zlarini anglab boqaylik. Oldi bilan sahnamizdagi bir tal Qizilgul Aygul muallimning yurak so'zlariga quloq solamiz. Qani, marhamat. Ekran oldidagi söyümlük azizlar, Aygül G'ulamdan sizlarga o'tliq salom. Bugungi shunday bir faoliyatda men o'zimning bir rolimni yaxshi joriy qildirib, o'quvchilarningki mush kasb jihatdan, texmi bir baldaq ilgirlishiga, uyg'unish jihatdan yoki o'ziningki naqshini o'rinlash jihatdan men o'zimningki bir kishilik tuhfamni yasamni qo'shalsam, shundan xursand bo'lgan bo'laman. O'quvchilaringizga uvalchilik bo'lmaslikka kapolat bera olamsiz? Bütün kuchim bilan terishiman. Rahmat. Xo'sh, undaqda Mo'minjon ustozning yurak so'zini anglab boqaylik. Rahmat. Ekran oldidagi do'stlar, shundaqla bugun mayir bo'lib musobaqa qatnashib bo'layotgan do'stlarimiz, mayirlarimiz hammalarga mendan salom. Bugun mana bu yerda 4-qaror Ipak yo'lining ustida o'tirganimdan intayin xursandman. O'zim ham o'zimningki mas'uliyatimningki, zimmamdagi yukningki nihoyatda og'ir ekanligini his qilib turibman. Bütün kuchim bilan, bütün niyatim bilan eng yaxshi mayirlarni tanlab chiqishga tirishaman. Rahmat, Mo'minjon ustoz, sizni intayin qizg'in qarshi olamiz. Navbatda Tosh Muhammad Batur apandimning yurak so'zlariga quloq solaylik. Qani, marhamat. Ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Menki Tosh Muhammad Baturdan maloq salom. Men ham mana bugun mush o'rindiqda baholg'uchi ustoz qatorida o'tiribdiman. Albatta men mush o'rindiqda o'tirganga xos o'zimningki mas'uliyatimni ado qilsam degan umid bilan o'tiryapman. Rahmat sizga. Xo'sh, undaqda eng oxirida Mavlon apandimning bugungi va'dalariga quloq solaylik, marhamat. Yaxshimizlar do'stlar. Mushu bu qitimqi yangi shakl bilan, yangi 4 ustoz bilan Abdulla akamni qo'shganda 5 ustoz sizlar bilan mushu ustozlar orqali sizlar bilan yuz ko'rishmoqchi bo'lgan Ipak yo'li sadosida mushu o'zimning necha yillik izlanishlarimni mush Ipak yo'li sadosi programmasi orqali yosh ini-singillar bilan o'rtoqlash bir fursati bo'ldi bu. Men buni bu fursatni yaxshi qadrlayman. Mush program orqali men o'zimning tajribalarini, o'zimning o'rganganlarini, o'zimning his qilganlarini bizning yoshlarimiz bilan o'rtoqlashib, tang ilgirlashga mening intayin tirishman. Rahmat. Bizning bu qadimgi mayirlarimizga albatta program guruhisidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin.
Birinci boğam ayırını Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət şirketi 120 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Onun başka ikinci boğam ayırını Şinjan Aylin Azgroyi 100 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Üçüncü boğam ayırımızda Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texniki Teraqqiyatçılık şirketi 80 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Dördüncü boğam ayırımızda bolsa Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Məsuliyyət şirketi 60 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Demek mukafat buyumlarımız intayın katta. Bırak bu mukaffatlarga erişişmi asan emas. Mayırlarımızga şirketler bilen birlikte ahmet dileymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Qani undaqda Abdulla ustoz bugungi musobaqamizni rasmiy boshlab bergan bo'lsangiz. Xo'p, oldingi necha qarordagi Ipak yo'li sadosi programmasida o'zingizlarga ayon biz tunji navbatni mushu yig'ilgan tanlangan o'quvchilarga chek tortish usuli orqali kimning boshda kimning uning keyindan chiqadiganligini tanlagan. Bumi nayte o'lchamlik bo'lgan. Hozir mening qo'limda bugun tizimlik bor, naqshlarning tizimligi bor. Ammo o'quvchilarning ismi yo'q. Shunga men mushu naqshlardan birinin ismini, naqshning ismini desem, andın mavu ustozlar qo'shilgan holatda biz shu naqshning ismi bilan chaqirish orqali boshlab ketsak, shunga bugun birinchi bo'lib Ishinamsan degan naqsh bilan boshlasak qanday deysizlar bolalar? Ben Merdan Ömer Bulman Kucha diyardan geldim. Bu yıl Jojan Şvendaşven'inki tahsili qanun kesip okuyatıman. Adet men yaxshi ko'rgan müzik uslubim bo'lsa R&B ham rap naqshlar bo'ldi. Onun bir men ishkida so'nggi jamula qatnashgan, o'zimcha yaxshi bo'lgan natijalarga erishgan. Chunki bu sabab bo'lsa men opam müzik o'qituvchisi bo'lsa kichigimda mush muhit cho'ng bo'lib, hozirgi yaxshi natijalarga erishgan. Mush qatimliq Ipak yo'li sadosi qatnash maqsadim bo'lsa, o'zimniki yaxshi bo'lgan ijodiyat naqshlarini hamda tomoshabinlarga eng yaxshi ifodamni namoyon qilish uchun keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Mana bahas muvaffaq, önümü yaxshi, teriga foydali bo'lgan gir mahsulotlar bo'z tavsiya qilaman. Hada Sedef şirketining Wordstar markasındagi to'liq iqtidorli javhar yurishligini ishlatib bergan 6 xil unumga bosim shundan muvaffaq. Ha, nimdan yaxshi? Rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət şirketi mayirlarga omad tilaydi. Her günü seni eslayman, her minut seni oylayman. Senin her bir tınıqın kimlerge dava. Her bir demlerde bulsan yanında. Kulunu tutkunum, bütün dünyaya erişkinim. Güzel gelecekimiz üçün bağışladım. Suyman desem işinamsan, çin yürgünü bir alamsan. Barlıqını bir ay sana, meni sen qabul qilalamsan. Suyman desem işinamsan, çin yürgünü bir alamsan. Barlıqını bir ay sana, meni sen qabul qilalamsan.
Burun sen benim ümit armanım Amdi buldum mening yulduz nigarim Agar chapaliq bo'lsinmi bu jaryon Sen bilan birga bo'lish oxirgi nishonim Qo'lingni tutqunim butun dunyoga erishqinim Güzel kelajagimiz uchun beg'ishlidim Suyman desam ishonamsan chin yuragingni beralamsan Barlig'imni beray sana meni sen qabul qilalamsan Shu kunni shu daqiqa ko'rdim men seni farishta Aslidim Sevindim çünkü ben seni yaxshi ko'rib qoldim Suyman desem ishonamsan Suyman desem ishonamsan Chin yuragingni beralamsan Barlig'imni beray sana Meni sen qabul qilalamsan Suyman desam ishonamsan Chin yuragingni beralamsan Barlig'imni beray sana Meni sen qabul qilalamsan Lara 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 Hey! Bir tinib olib, ha? Salam ustozlar, yaxshimisizlar? İsmim Merdan Ömer, Kucha diyardan. Hozir Jo'jan Shvandaşöniki 4-yillik qonun kasbida o'qiyapman. Merdan qaranma ishni. 4 ma'lum sen qarab turdi ko'zangi. Bir xil payzi bo'ldimi? Aytgan naqshangdan o'zingni xil xo'shib qolgansa, bularning hammasining vijdonni g'ujildi tuyibsan. Haqiqatan birinchi kungi misrani aytayotganda vijdonim g'ujildab bo'ldimi? Men shuni aylangandan keyin his qildimki, men ma'inimni taniyman. Bu inimni taniyman. Lekin naqshini anglab boqmabdi ekanman. Sana naqsh aytmabdi ekan. Men naqsh aytgan yerda bir necha faoliyatlarda bo'lgan davomli, lekin men naqshamni aytib ketib qolib, bu inimizning naqsh aytganini anglamabdi ekanman. Ballardan anglagan yaxshi, nihoyat yaxshi aytadigan naqsh deb. Lekin bugun o'zini ko'rmay turib, vijdonimni g'ujilditibdi-cha. Mana. Shuning uchun Merdandan kelib, men bilan bu qatimga musobaqalar emas va bundan keyingi safardami birga bo'lib taraqqiy qilishni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Ondan bu naqshning ijodiyati. Bu naqshning ijodiyati bo'lsa, Merdan Mehmet deb bir akamiz var. Mushniki melodiyasi, mushning tekst bo'ldim. Bu ishkaylan hamkorlashgan nusxasida. Merdan Muhammed Tatlıqmı ya emasmi? Ya Merdan Mehmet. Six King. Ama Merdan Mehmet açıqroq o'xshaydi. Qanday deysiz? Men mushu naqshini-chu. Endi mau midida ishlabdi-ku buni muzikasini. Lekin shu ras ansamblar o'rindasa qiqas chiqadigan tayaqibdi buni-chu. Bizning shu rayonimizdagi eng yaxshi muzikant san'atkorlardan tashkillangan Mevlana ansamblining muzikantlarning mushuni bir shu ras muzika bilan bir o'rindab shuning bir sadosini, shuning hayotini bir anglab beqishni xohlamsan. Rahmat. Xohlaysan shundaymi? O ras muzikaga men Merdang'im chaqizdim muzikani. Chepirdi o. Qada qilsak chepirdi?
Mevlanga desek bu. Mevlanga. Şu bana değdi çoğu. İşte desek buldu. Lekin bu İpek Yolu sadasının bir en'enisi var. Bu İpek Yolu sadasıga qabul qilgan mahirlarning ishi mush İpek Yolu sadasida manchınjik derecege mang'uzib yoki bir chempion qilib bir mashina olib turib tugamaydi chu. Shaxsan Abdulla akamning gruppasining ishi. Abdulla akam ash birinchi qarordan boshlab o'ziga agashgan inilarni, shogirdlarini İpek Yolu sadası programmasidan keyinmi qo'yniga ilib, yeniga tatib, o'zining qo'ldan kelgan sharoitlarni yaratib, ondan shu bolalarning mush talantining davomli bir joriy bo'lib, texmi chaqnish uchun o'zining bir kishilik shu qo'ldan qanchalik kelsa, o'zining shu shogirdlarning akasining, ota-onasining hatto o'rnida shunday qilyotdi. Men mushu an'anani davamlaştırış. Muş Abdullah Ustaz'ın şu an'anasini davamlaştırış için muş İpek Yolu sadası programımıza geldim. Bu an'ana ameylendi bu an'ana. Ameylendi bu an'ana şu bu. Bu biz muş yerda bir qo'l tutishib mang'ankanmiz, oxirigacha mang'miz ukam. Biz burunmi men baqqango elqinda yerlarda. Yani davamlı şunda yerlerde bile mağımız. Şuna müzik etret diğerlerini yıkıp ekesek ekleyebiliriz. Kurumuz da. Kurumuz da. Mesele yok. Kurumuz ona. Ondan keyin şu. Burun mu battık o? Şunda mı mesela? Şu müzik etretedeki ballarını kayıt çıkıp ekesek buluyordu. Davamlı halette. Hazır töt malının emmis aylandığını o. Ondan keyin, Mömincan'dan keyin. Ben. Qani. Sizningki naqshi yetishdi shunda yaxshi o'rindadingiz, shu hissiyot, asarni ifodalash, sizningki shu slow jihatdan bo'lsin, hammasi shunda yaxshichu. Lekin bu talantni yana joriy qildirishga har kuni mashq, yana mashq kerakchu. Mening qishimga kelsangiz, davomli mashq qila olasiz. Davomli o'zingizni taraqqiy qildira olasiz, o'sib yetila olasiz. Jojan da şöyle kaçanlık bitirdi ekansilar? Kelasi 7 oyda. Hozir ta'til mi? Ya praktik vaqtim. Yaxshi o'ng kelibdi bu ishlar. Bu bo'lmasa u kelib bo'lmaydi u yerdan. Xo'p, ma'lumlar seni shuncha yaxshi baho beryapti-da. Ro'ying o'syapti hozir. Ichingda bunda bir xil o'zing bilan laylayotgandek o'ylayapsan. Xushib ketdi, rahmat mana. Xijil bo'lib qolgan bo'lsang, yerga qarab ol. Hozir Toshmamat akam maqtaydi taqsin. Shu ma'lumni to'liq maqtavatdi, endi menga keldi. Ukam, men jumladan men naqshni anglab boshlanishdilar. Menga ras ta'sir qilgan yerlar bo'lg'ashqa vijdonimga elib, bizningki an'anaviy gapimiz bo'yicha men o'rildim. Men ortiqcha maqtamayman. Ammo ben ras yaxshi ko'rdim ma ovozini. Toshmamat Botir maqtamsak bo'lmaydi. Yo'q. Ma bala bek maqtang'im ketidigandek emas. Manda ishga Toshmamat. Sizlar ma'lumlar to'g'ri, nayt yaxshi baho beryapsizlar. Bu odamlar bir necha xil bo'ldi deydi-ku. Birisi va'da qiladi, o'rindaydi deydi. Bunday yaxshi inson. Yana birisi bor deydi, va'da qilmaydi, o'rindaydi deydi-ku. Bu Toshmamat anda odamlarning tipiga o'xshaydi. Mana naq mana Abdulla akamdan mush mutlaq degani mush. Endi ba'zi bir odamlar bor deydi, va'da qildi, o'rindamaydigancha. O shu chatoq. Endi ashuliqi endi qara, avu bizning endi ansambl tayyor, repetitsiya zali tayyor qara. Sening bundaq naqshet uslubingmi? Ashundaq muzikalarga aytishga tushdigandek his qildim-ku men. Endi bizning Mo'minjon ustozmi va'dani qilib o'rindaydiganlardan. To'g'ri. Lekin endi sen uchun bir ansamblni qurishiga men toza ishongan kelmayapti lekin. Ya bizning quruqliq tayyor. Quruqliq ha? Ha, quruqliq. Burun bir qurib chaqini bekitib qo'ygan. Nega pasaq so'raydi. Naqshi aytish faqat ansambl bilan bo'lmaydi deyman. Atrofliq yetilman deydigansiz, pianino bilan aytishingiz kerak, ansambl bilan aytishingiz kerak.
gitar bilan aytish kerak, orkestr bilan aytish kerak. Quruqmi aytishing kerak. Har xil ovozlarda, har xil muzikalar bilan, har xil usul bilan mashq qilishimiz kerak. Agar ansambl bilan mashq qilib qolsak, bizningki yanına taqalatdi bo'lib qoldi. Mana mush Aygul ustoz dedi, hozir bizning ansambl qara, mush Aygul ustoz qilgan pianino, gitarni, orkestrni hammani o'z ichiga oldi qara. Chiqmayaslarimiz bo'ladi. Qara, Mardaf akam bir gapni qila, yaqinda mush Ipak yo'l tugitiblar, mush Vangloji bo'yancan qo'ydan birga yodini yig'ib qo'ydik. 2 soat atrofida bo'lgan bir naqshchilarga. Endi shu naqshchilarga akraymi seni? Jibo ha? Yo, bevosita jibo qatnashib ketgan bo'ldi-da. Qiynatdiqda majigit nazir ha. Kan bayan başta ustazlarının ustazı Şahin davetli bayan ha. Şimdi obdan çıktı taşı geldi. Ağzımdan çıktı. Ya meni yenim kelamsa hiç nimem yok. Lekin mush 4 ma'lumda barning hammasi menda bor deb. Acayip bo'ldi, acayip bo'ldi. Endi o'ziga beraylikmi? O'ziga beraylik. Beramda beraylik. Boshqa gap tugdi. O'xshamaydigan mushu ukamni yana bir xil Gizitga gipolosudanglar. Ben ishonaman, ukam. Sizda talant bo'ladi ekan, sizda bilim bo'ladi ekan, sizda har qachon tayyorlik bo'ladi ekan. Bundaq fursatlar intayin ko'p. Bizning oyda bir mardan bor aka. Ha. 2 mardan qilalim. Bizning oydan bor birsi. Bizning oyda cho'ng mardan bor. 2 mardan qilalim, qo'shmoq qilalim. Men yetishmay qaz, yeliq 2 mardan ishga bo'lib berib, 4 qilib olib. U mardan to'g'ri. Birisi meningga taqaka uni. Unda bo'lsa, qana qilamiz? O'zimizning fikrni bir nima qilib baqilma? Buldu oldilan men shu mening dadam opamga bir rahmatim bildirib olgan bo'lsam, chunki mening dadam bir muzik ishlari bilan shug'ullanadi, bir yodi o'ynaydi. Keyin xizmat sababidan tashib o'tgan. Opam bir muzik o'qituvchisi. Keyin opamma ba'zi sabablar bilan boshqa xizmatlarga ketgan. Shunga mush sahndan foydalanib men o'zimniki ota-onamga rahmatim bildirib olgan bo'lsam, hamda Abdulla ustoz va qolgan 4 ustozlarimizga rahmat. Va xush bo'ldim. Rahmat. Mening tanlashim bo'lsa, ayada kelishdan burun palonni degan ustozga shogird bo'lgan bo'lsam degan bir xiyoling bormi-te? Bati. Ash o'zgardimi, o'zgarmadimi? O'zgarmadi. Unda bo'lsa, bildirma. Sen kichikini 20 minut o'ylanish vaqti beramiz. Kechiring ustoz. Mayli. Bu qizil chiroq ajab uzun qizil chiroqga udilmag'aymi, so'liq qaralaymi yoki o'ng qayrilaymi, keynim qaytaymi deb turib qolgan yeshil chiroq bo'lib qoldi-da hozir. Keliba. Buningga mushu bugun o'quvchilar qiynaldi, qolgan vaqtda sizlar qiynaldingizlar. To'g'ri. Ishkilinib qolayotgan qayri va. Sening oxir qaroring? Hada, adı dostumның tüytti, yengem seti almıştım, mədə peziki məsədə qayada. Qaram fukam, Aylnaz Guruhi, Aylnaz Nurka və kiyim-keçək şəhərtisiga beraman, siz degan o'ylagan kiyimlar naqshi yerda bor. Buni baraq. Bo'ldi, taxyap ketdik. Hərəkət hayatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzoyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulay desiniz, ruhluq yaşırıb duray desiniz, Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram elish rayoni, pokiz monchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklishi orqali haqiqiy Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Haqiqiy Çiniqish arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida qaror topsin. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Dövlət Dərəcəlik Ekologiyalik rayonda xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturada pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, sifatsiz xom əşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Al-Nuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'zi tarjima qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqi ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Shundaq kunlar bo'ladi-ki,
charchashdan atrofingizdagi dunyo o'zining rangini yo'qotadi. Haddidan ortiq besim nurg'un paytlarda o'zini ko'rsatadi. Buningdek paytlarda xushalliqlar suslab, atrofingizdagi odamlar ham rangsiz, ma'nisiz tuyuladi. Hatta eng yorqin ishlar ham sizning kayfiyatingizni ko'taranmaydi, ham ilhomlantiranmaydi. Ana shunday kunlarda sizga ko'z va yuzlaringizni o'g'ilg'uchi yangi dunyo yulduzi mahsuloti yordamga keladi. Dunyo yulduzi mahsuloti ko'z va yuzlaringizni o'g'lab, yuz terisini yashartadi. Qon aylanishini yaxshilab, qo'riq va dog'ni yo'qotadi. Dunyo yulduzi siz uchun dunyoni yorqin ranglarda jilolantiradi. Dunyo yulduzi bilan dunyoni yorqin ranglarda ko'ring. Diyorimizdagi Qorshar o'ymonligining munbat tuproqlarida ajr millat bilan parvarish qilingan Qaydu zavodida yangi texnika, yangicha obraz, yangicha esil ta'mi bilan ishlangan Qaydu yurishlik tetik qurishlari hech qanday xushmurat modda qo'shilmagan haqiqiy tabiiy mahsulot. Qaydu qizilmush qiyam, Qaydu pamdur qiyam, har xil yurishlik Qaydu tetik qurishlari oilangizning eng yaxshi tanlashi. Uyingizda Qaydu uzilmasin. Qaydu yurishlik tetik qurishlari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Yemek-içmek, kiyim-kechak, öymülük, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Aygul ustoz. Wow. Qizg'in qarshalma. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Merdan Ömer Aygul G'ulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Her naqshining o'ziga tushliq mo'ngi bo'lganidek, her naqshining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatlik qalblarning yurak tarisi chekildi. Omad tilaymiz. Ben avay sahne chiqib Ishnasa nomli ijodiyatini etdim. Hamda 4 ma'lumot o'rildi. Lekin men shu o'zimcha yaxshi etdim deb o'ylayman. Hamda shu kasb yo'limda men texmi jo'nyashing jihatda yardım bera oladi deb o'ylab, shu Aygul ma'lumni tanladim. Ishimdan bundan keyingi musobaqada o'zimning eng yaxshi yerini namoyon qildim. Merdan naqshini aytayotgan vaqtida menga o'zgacha bo'lgan xoslik va alohidlikni namoyon qilgandek bilindi. Men o'ylayman, ommabop uslubda aytquchining cho'qim o'ziga xos bo'lgan ovoz tusi va o'ziga xos bo'lgan yangilik yaratish ro'yi bo'lishi kerak. Merdanning ovozida shu xil yangilik bor ekan. Men ishondim, Merdan cho'qim ikkinchi turlarda o'zini yaxshi namoyon qila oladi. Shuning uchun men knopkani bosdim. Kang tordaş dostlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizga yemek-ichmak, kiyim-kechak, öymülük, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Ximili qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz ham ashyodan xoli, ozuqqa kuyishdan xoli, al nuri bashdan xoli, yeshil organik unchiligimi Mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizda yemeklik va tetikko sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Xinjiang Qaydu yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati Mayirlarimizga omad tilaydi. Rayonimizdan sog'lomlik, yemeklik, ichimlik sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Toshqin xalqaro sodichaklik shirkati Tartuq kolalarimi Mayirlarimizga omad tilaydi. Biz tuvandagi naqshni anglaylik. Unutalmayman.
Mening ismim Qadriya Aziz, yurtim Urumchidan, kichikimdan skripka o'rgandim. Keyin mushu naqshi kasbga bo'lgan qiziqishim bilan kasbiy ustozlardan sistemalik dars oldim. Keyin o'rlab o'qib, mushu opera kasbida magistrlik aspirantini bitirib qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin mushu Ipak yo'li sadosi programmasiga o'zimni bir sinab beqish maqsadida qatnashdim. Chunki sahnaninki cho'ng kichik yo'q, o'rganishning ham cheki yo'q. Shu programma orqali men o'zimning ortiqchiliklarni bir ko'rsatib, undan ham kamchiliklarimni bir to'liqlash maqsadida qatnashdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximiylik qo'shilmadan xali bulg'angan, havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, al nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Qadriya Aziz yurtim Urumchidan O'zbekiston Davlat konservatoriyasining opera kasbida magistrlikni bitirib qaytib kelgan. Tanışıp aldık. Xo'p,
Qaysala? Men aş ödül örüldüm. Xo'p, emis Mevlamdan gap anglaymiz. Shuning uchun men mush urib turib, Qo'landan kelganini qilmoqchi. O'tirib so'zlaychi bu. Birinchi misrasini sen kelgichami? Birinchi misrasi naqshingizdan? Sen külgende. Sen külgendemi? Aş sen külgende degan yerda men o'rildim. Da degan yerda. Bu ilqi bizning endi bu yerda men Kunupkining mas'uliyatimi ig'ir, besimim ig'ir. Bu bir tavakkülçülük bu. Men aş sizning birinchi gapingizda o'rildim men tavakkul qilib. Şuna endi sizning ma kasbiy jihatdagi mush ovozingizning qanchalik shu kasbiy jihatdagi qanchalik yaxshi ekanligini sal turib bizga Aygul muallim deb birdi. Qolgan ifodalash jihatdagi qolgan yaxshi taraflaringizni hammani qolgan ustozlarmi deb birdi. Men sizga boshqa hech qanday boshqa maqtashlarni qilmayman. Mening qilganim men qilganini qilib bo'ldim. Men birinchi gapdala o'rilib sizga bo'lgan sizning shu iqtidoringizga shu naqsh aytgan jihatdagi shu hamma narsangizga bo'lgan qoyilligimni men shu birinchi ig'iz so'zla o'rilib men sizga bildirib bo'ldim. Rahmat. Shunga men sizni mening guruhimga kelishingizni men chin dilimdan xohlab mishar kutma. Qolgan ustozlarning gapini anglaydi. Rahmat, rahmat. Xo'sh. Undan keyin Aygul muallim. Qadriya bilan biz ana maktabdoshganmiz, ha? Maktabdoshganmiz. Mana ovozingizdan chiqibla turibdi. Sizning shu vokaldan, go'zal ovoz uslubidan muntazam dars olganingiz chiqibla turibdi. Chunki mushnondagi nafaslarni ishlatildingiz, mushnondagi bizning sado berish a'zolarimizdan shunday yaxshi unumli foydalandingiz-ku. Endi az-buz masalalar ko'rildi. Jiddiylashganlik sababidan. Uni keyin hal qilib ketgili bo'ldi. Mening guruhimda uni hal qilib keta olamiz. Rahmat, rahmat ustoz. Qadriya singlim. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Ovozingizni anglab intayin xursand bo'ldim. Bu naqshimiz ustozimiz Abdulla ustozniki aranchi ovozda anglab ko'ngan quloqlar yana chiroyli tatli ovozingiz bilan chiqqandan keyin nihoyat yoqimli yana bir yangi tuyg'u hosil qildi. Titirtishlaringizdan tortib, nafaslarni kontrol qilib, joy-joyiga yetkazguningizgacha hattoki shunday yaxshi atrofli tarbiyalangan bir ovoz ilmida atrofli tarbiyalangan ekanligingiz ko'rinib turibdi. Meningki bu yerda ta'kidlab o'tmoqchi bo'lganim, birinchi so'zda aylanish bakmo muhim emas, faqat fikrni kim baldo qilish, kim keyin qilish huquqini oladi birinchi so'z. Men faqat huzurlandim. Rahmat. Ko'zimni yumib turib huzurlandim. Agar o'rilsam ko'rib turib quloqdagi sezgiga ta'sir etib qolammi deb ko'zimni yumib turib birdan huzurlanib olgandan keyin ondan aylandim. Siz mening guruhimga kelsangiz, bizning kuchlik bir tashviqot qo'shunimiz, shundaqla sizni bezab chiqish qo'shunimiz va sizga yetarlik bo'lgan sharoitlarni yetkazib bera oladigan madaniyat shirkatimiz bor. Shuning uchun mening guruhimga kelishingizni chin yuragimdan qarshi olaman. Rahmat, rahmat. Qadriya singlim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xush kelibsiz sahnimizga. Rahmat. Qachon keldingiz? Qachon keldingiz? Men bu naqshanglab o'rilsam boka yetibdi. Shunday yaxshi turibsiz. Shunday yaxshi turibsiz. O'zingizga Abdulla aka shunda bir qurollarni ish qilib tayyor bo'lgan. Ma'qul. Buzmay turaylar. Qiziq bir ma'lumki bu. Bo'ldi. Maqsadim deyamda. Qadriya singlim nihoyat chiroyli o'ziga xos uslub bilan ma'nosini bek go'zal o'rindadingiz. Rahmat. Menga bek yomon ta'sir qildi men aytgan naqshingiz. Qadriya singlim, mana o'sha akalaringizning hammasining ustozlaringizning xo'shal kayfiyatda xo'shalligini o'sha o'zaro biz o'zimizning mehrlik chaqchaqlarimiz bilan akalarimizga ustoz akalarimizga bo'lgan akilashlarimiz bilan shunday mehrlik bu nima siz ipkagan bizga ipkagan mana shu hayajon. Siz bizga bir naqshingiz orqali beshimizni mana shu bir kayfiyatga kelib qo'ydingiz. Shuningga biz ma ustozlar bir-birimizga nihoyat muhabbatli chaqchaqlarimizni qilyapmiz. Siz alayda o'rindiganligingiz uchun adillaringiz, akalaringiz, mana ustozlaringiz hammasi sizga
qayıl bo'lganligi uchun biz mushta qushqashdek hammamiz taraf-tarafdan sarab Taşmehmet Edeş'ten birisi o edileriniz demang herkes. Edeş. Bir ediniz. Hadisi. Hadisi. Ediniz. Edilleri. Kichik hadisi. Mushta edileriniz birisi va hadisi deb turaychi, ajab Mo'minjon bo'lib shu buzivatdik. Ya'ni shuning bilan qadriya solim hamda maqtashni hamda mushunchilik bu to'rtimizning mush kayfiyatining o'zi sizga haq yetarlik maqtash. Haqiqatan yaxshi o'rindingiz. Azroq bormi? Ha, ma'qul. Mening bor. Qadriya bo'ldimi? Yana azroq maqtaylimi? Toshmamat ustozning gapi tugdimi yoki azroq bormi? Qadriya mandacho. Mening sizning birinchi ig'iz so'zingizda o'rilganim bu muhim. Sen kulgan. Bu muhim. Da. Shundan hammasi sizning kasabtingiz. Ondan to'g'ri. Shu. Demak bu muhim. Oldingizmi bu gaplar? Nima uchun shunday bo'ldi qarang. Siz aytgan naqsha Muxtar Bug'rani tekstiga men ayni vaqtda qani 95-96-yillari aytgan naqsha Abay balla dedi-ku. Bir mukammal buning so'zi yomon chiroyli. Naqshisi chiroyli, biroq so'ziga haqiqatan tekstiga nihoyat omroqman. Butun to'liq bir hayot, bir kishining qalbidagi yolqin, sevgi, muhabbat, kechirmishi, arzu, umidi to'liq gavdalangan bir mukammal tekst, naqsh teksti. Shunda amroqdim. Mavu nimasini tankashnimi ayt, yaxshi qipti. Buni cho'qim qaysi ma'lum qildi? Dilshat ma'lum. Dilshat ma'lum. Yaxshi qipti Dilshatning shu o'nalariga ko'z tegmasin, ham ro'naq topsin. Endi maqsad nima desa, hamma ma'lum sizni o'zining guruhiga olmoqchi. Shuni xohlaydi. Jiq alqa to'xtatib, yana gap qilishning maqsadi shu. Shunga biz endi sizga eng oxirgi tanlash fursatini beramiz. O'zingiz xohlagan muallimning guruhiga kelasiz. Qadriya ishimiz ana maktabimiz birgana, o'rtaq fikrimiz bor, o'rtaq tilimiz bor. Bir ishlarni yaxshi maslahatlashib, fikrlashib qilib ketalaymiz. Siz bağa, yoki men bağa. Ey, men siz bilan o'rtaq bir til so'zlayman. Ama bağan. Toshmamat Urumchida turdi. Aşağının naqshlardan yan chiqamda pishki ba. Endi gapini bo'lmaylar bir jakalavasam. Shundaqda sizning oxirgi qaroringiz? Ustozlarga rahmat. Men o'ylamadim-da, 4 yil ustoz qaraydi menga debchi, burildi deb o'ylamadim, lekin haqiqatan xo'sh bo'ldim. Oxirgi 4 ustozdan hammasini hurmatlayman, hammasi bir-biridan talantli ustozlar. Lekin tanlash faqat bir lamka. Men oxirgi qarorim Hada, o'tganlik noshtalikqa bo'lgisi to'laydigandim, qaysini olsam bo'lar? Menchu sizga Al-Nuri bo'lgilarini tavsiya qilay fikrim. Shunchalik yeyishlik, bak quvvatlik, ta'm shunday yaxshiki. Men kunda degan Al-Nuri bo'lgil bilan nashta qilishni odat qilib oldim. Shuni e'lon fikrim. Ha, ma'qul. Al-Nuri yeşil organik bunları devlet dereceli ekologik rayonda xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Al-Nuri yeşil organik unları sağlamlığınız üçündür. Al-Nuri Ümit işençi bilen baskan kademlerim utuq menziliga yol açkan idi. Berketli kademlerimde ben argan miyi işletilgen açıl çaş sopununu özümge hemrah kıldım. Açıl cismimde işenç nuru içildirgisi. Açıl çaş asraştaki yaxşı hemrahınız. Açıl argan miyi çaş sopulları. Kolanın muzu qanğan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz.
Abdukerimku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolaları. Va, ma bo'lgan ya. Siz har chaq, har daqiqada pokizlikqa intilasiz. Jahil maydaqlari sizning eng cho'ng bosh qaytinchiligingiz bo'lmoqda. Yangidan bozorga selingan Zahira alohida unumlik yuyish javiri kiyimlardagi va oshxonadagi jahil maydaqlarni tez sur'atda chiqarib tashlaydi. 99% may chiqarish unumiga ega yeshil mahsulot. Maydaqlarni haqiqiy tushunadiganini Zahira alohida unumlik yuyish javiri. Setuvag'uchilarga Zahira kir yuyish suyuqligi sovg'a qilinadi. Zahira Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy darajali kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Azada muhiti uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Ablatmechi Talba sizning kasbiy aloyligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanchixonza Sibiy So'l sariyi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. Adaş bugün kez savadaş balalar bilan biz oyda qo'ymayman da. Öy deysek o'xshamaydi aqchada sirtlayman da. Yo'q, adaş biz oyda qaydini ochiq tanli samovar tetikusi bor. 5 o'xshaydi uy deyli. Bo'ldi shunday qilaylik hamsa. Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida sarkardilik rol o'ynayotgan Şinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat şirkati mayirlarimizga omad tilaydi. Mo'min Javbekam ustasin. Sen gülgende Mübarek bulsun. Mahirimiz Qadriya Aziz, Mo'minjon Abdikim Al-Nuri gruppasiga tanlandi. Naqshi aytish mahorat bo'lsa, sahna qiyofati u bir kasbchanlik. Güzellik sizdan aylansin. Güzel ovoz, güzel ruxsar mangu sizga hamroh bo'lsin. Naqshamni aytib tushib, haqiqatan hayajonlandim. 4 yil ustozning o'rilishini o'ylab baxmabdi va Mo'minjon akashni ustozlik tanladim. Keyin qitimliq musobaqalarda texmi tirishib, ustozdan o'zimning kamchiliklarimni texmi to'liqlab, o'rganib texmi yaxshi natijalarga erishish uchun tirishiman. Qadriya singlimiz unutalmayman degan naqshi bilan bu qatim musobaqaga kiribdi. Bu qatim Qadriya bu naqshni tanlab to'g'ri qilibdi. Ham Qadriya tarafidan aytilishini olgandan keyin boshqacha hissiyatda bo'ldim. Ovozlari yumshoq, ya'ni yumshoqlik ichida bir xil ovozning kuchi va atrofliq tarbiyalangan ovoz chiroy holatda shundoq bir yaxshi bir yiqimliq tuyg'u berdi. Keyin aylandim. Aylangandan keyin Qadriya singlimizmi 4 ustozning ichidan meni tanlab chiqdi. Keyin bilsam bu singlimiz o'zi O'zbekistonda Yevropacha ovoz ilmi bo'yicha maxsus tarbiyalangan bir sistemlik tarbiyalangan singlimiz ekan. Hamda Yevropacha ovoz ilmida tarbiyalanib, ommabop uslubda shundoq nihoyat yiqimliq, yiqishliq qilib ovozni yumshoq chiqarib bir naqsh aytishmi oson ish emas. Buningki o'zining yo'liga, sistemasiga kirib, shunchalik o'rilganning o'zi cho'ng natija. Bundan keyingi ustoz shogirdlik munosabatida Qadriya singlimiz bilan biz bundan keyin texmi yaxshi hamkorlashib, texmi cho'ng utuqlarga erishishga tirishamiz. Yipak yo'li sadasi programmasi o'quvchilarining to'rdagi bevosita tarqatishni ko'makchi bo'lsangiz, telefoningizga Badam appidalini tushiring. Barliq mayirlar sizni Badamda saqlaymiz. Mushundaq fursatga muhtoj bo'layotgan nurg'un naqshini umdan aytilgan bolalarimizga bu yaxshi bir fursat bo'ldi, bir sahna bo'ldi.
Muşu sahnede derece alıdı yoki olmaydı, iş qilib o o'zining hayotiga yezilgan yo'l bo'yicha mangdi. Derece asımı, ammasımı, yezligini bo'yicha chaqnaydi bu yulduz bo'lib edi. To'g'ri. Bu shunday bir sahna. Balkim birinchi bo'lishi mumkin yoki eng oxirida sanaganda bir bo'lib qolishi mumkin. Biz burunqi necha qaradimi, nurg'un naqshchilar chiqdi. Derece ag'ini va ammag'ini va. Ammay chaqnaganlar va elib yo'qab ketganlarmi bor. Shunday ish. Aygul, siz birini e'lon qilib qo'yqani? Naqshidan birini. Tuncu Söygü. Tuncu Söygü belki. İsmim Zafer Obul, Yeken'den geldim. Ben naqsh kasbidan shug'ullanatqili 6 yil bo'lib qoldi. Mening o'qigan kasbim muzika. Dadam harbiylik turgan vaqtida gitar chapdi ekan to'q. Men aqlim kelsa-mu gitar bor edi. Dadamning gitar chog'ini qarab, menga bir havas tushib, gitar o'rganib qoldim. Bu o'rganish jarayonida muzika ham qiziq bo'lganligim uchun mana muzika yo'lini tanladim. Men 4 yil to'liq o'tir muzika o'qituvchisi bo'lib, orzuyim uchun istifa berib, hozir chalg'u asabdukin ham muzika ma'rifati bilan shug'ullanyapman. Ipak yo'l sadosida qatnashganimdan intayin xursandman. Natiz qanday bo'lishini qat'iy nazar cho'qim tirishiman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Adashma tartıqning qo'lasini ichpaqqa bek peyzi. Bo'ldi adashma tartiq narsani toza ichamayman degani. Adaş bu tartıqning qansiz qolasi, ichib boshqa huzur. Bir ichib baqayim bo'lsa. Bu ekan. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lalari mayirlarga omad tilaydi. Sen kayardıysan süygü çolpanı Kömülüğümden tunci mihmani Kayardın elip taşlaydı nege Biz dirayimsiz takdir burani Aldımda bir çöp ayrılmaz yürek Sen uyup bana hatir etkin Baktım var mıdı şunundan bölek Şadlanıp bişim köklerge yetken Koş yürek beni başlaydı gayip Çeksiz hayaller bayavanıgan Sihri güç bilen taşlaydı gayip Yürek beni başlaydı gayip Çeksiz hayaller bayavanıgan Sihri güç bilen taşlaydı gayip Tunci söy gülhan
liriga. Dastlabki yarning bir avg'i o'chmaydi ekanam, ko'chmaydi ekanam. Dastlabki yarning bir avg'i o'chmaydi ekanam, ko'chmaydi ekanam. Dastlabki yarning pirog'i. Yaxshimisilar ustozlar? Men Yakandan kelgan, ismim Muzaffar. Muzaffar Obulov ben. Muzaffar Obul hozir xizmatdimi, o'qishdimi? Savdo qilyapman. O'qish bitagili 6 yil bo'lib qoldi. Unda o'zi xeli jiq pul topgan, 5-6 yil bo'lgan bo'lsa. Qanday tijoratda hozir? Mana shu muzika asbob savdosi. Muzika ma'rifi bilan shug'ullanyapman. O'qish tarbiyalab bir tarafdan. Qaysi saz chalg'uvda? Gitara. Gitar. Xo'p. Ma 4 muallim hammasi aylantiribdi-ya? O'ylamagandek. Qo'shib ketdim. Mo'minja eng boshda aylandi-ya, shunda. Men 5-da aylanib qoldim ham. Nimishqa? Aşı bir ikinci misrani aytgan vaqtida vicdanim qaynab ketdi. Vicdanim. Naytı yaxshi boshladi-chu. Tunji so'ygi degan bu naqshimiz ustozimiz Abdulla akamninki ijrosi bilan bütün xalqqa moda bo'lgan, ommalashgan bir naqsha. Ovozingizning yaxshiligidan, hissiyatning yaxshi berganligingizdan bizni oldin ola qalbimizni tutib olib, bu 4 ustozning aylanish sharpiga ega bo'ldingiz deb o'ylayman men. Rahmat etaman. Muzaffar ukam, menga shu siz musha altınız, odatga altыңызмы yoki odatga altыңызdan olqigan olatmi? Mushuni bir depasiniz bo'pti-ki. Naqsh o'qigandek oltinmi? Sizce bugun shuna yaxshi faxoy qildim o'zim deb o'ylamsiz? Chao-chang faxoymi yoki jing-chang faxoymi? Shi-chang faxoy. Shi-chang faxoy. Agar mishada jonliq orkestri bo'lib, masalan, jonliq musiqa ijro qilgan bo'lsa, dararararan da o'sha qo'lmasiga chiqqan vaqtida siz degan shunchalik jidon bo'lib ketdingiz, ichingizdan portlab chiqyotadigan kuchchu. Lekin musiqani tanlamaganda men o'yladim, "Ey, men musiqa yana ozroq o'sha mishadalikqa kuch bergan bo'lsa, energiya bergan bo'lsa, bo'pti-ki" dedim. Qo'lmasiga degan shunchalik vayab ketdi. O'zi ishlagan bo'lishi mumkin musiqani. Shundami yo'qmi? Ha. Naqsha aytgan vaqtki hissiyotingizda shu musiqa hozir ayg'ilmalim deb aytgan narsa shu.
Naqshi aytgan vaqt hissiyatınızda muzikaga imtihon berib etsangiz, siz texmi bak tüpüge başlap chiqishi mumkin-di. Hozir sizni tatib qo'ydi keniga muzikchi. Keni tatib va siz oldi qarab mingib va sizlar muzik tatib o'tdi. Voy isit dedim, lekin yana siz yana shu tip oldingiz oxirda-chu. Bu ish bek normal ish. Lekin shu muzikagim yana bekroq kuchapchu. Qising sizning ovozingizni bek chiroyli shu ujur-bujurchilik hissiyotniki inchik joylarga yumshoqdan tatib qattiqcha normal qattiq, kuchli qattiq hammani bek yaxshi ifodaladingiz. Kulminasiya qismi menga shunchalik ta'sir qildi. Rahmat muallim. Hoş. Taş Muhammed Ustaz. Xush kelibsiz ukam. Yuqorida aytgan bu tunji so'yga degan naqshini Ustaz Abdulla akam biroz bir aytib qolsa degan yo'chiqni tashab qo'ymagan holatda bir aytib o'tgan naqsha endi bu xulqimizga ishtaq o'rnab ketgan. Mening o'ylashim sabab siz endi ma'noga o'zingiz bir hozirgi zamonaviy uslublaringizni qitib hamda shaklda o'rilganligingiz uchun hemen mush tarafınızdaki ancha-muncha bir alaydilikni ko'z tutgan asosda sizga aylandim. Yaxshi rahmat muallim. Ammo men naqsha abay degandek Abdulla aka, bu bakkiligi yaxshi o'rinlab ketgan joyini tep bo'lgan asarlarga nisbatan biznikiga hukm chiqarishimizga ozroq keynimizga tortilib qoldigan. Shuningga naqshiningki boshqa tarafini nazarimizdan saqit qilgan asosda anandekin sizga yangicha qarash bilan biz bir fursat berishni loyiq ko'rib 4 yil ustoz asardagi analizni boshqacha o'zgartirdi. Nafaslar bo'lsin, elqendek cho'lik qilishlar shunda o'zgacha. Abay degandek Abdulla akam bu nima birsi aytib qalamikmi demagan. Shu amal yo'q, biz o'rnab ketgan naqsha bu. Gap qilaymi? Mening gapimga bek tashna olib ketdingmi ya? To'g'ri. Shu boshlab ketdi bular. To'g'ri. Muzikani men yomon emas ishlabsa qara. O'zing ishlading-ku? Yo'q. Muzik o'zimniki emas. O'zim bayam shunday. Fikr o'zimniki. Ha, shundaymi? Ha, shu yomon emas fikr. Endi men shu naqsh aytishlaringga zansab baqsam. Ondan bayam sen o'zing gitar chaldi ekansan, shundaymi? To'g'ri. Yana kelib bal tarbiyalab o'tsa shu o'ylab qoldim malaqi mushu inimning ko'ngilda meningmi bir kichik o'rnim badaq qildi deb shuni o'rlib soldim qira. Rahmat. Qag'ini bayam Aygul ustoz dedi, shu muzikaning bir yerda sal ovozingizga yetmagan bir yer bor ekan deb qag'ini ikkimiz qilib baqsaq bo'ldi shu ishlarni-chi. To'g'ri aka. Ha, emas o'zing ketdi. Endi bugungi to'xta, men cho'ng ustozdan ijozat so'rab, an boshlaymiz tanlashni. Kechiring. Sajidlik. Da uçuvatamsa. Şuna hazır mana ahvalni ko'rding. Seni o ko'p gap qilmayli. Endi mush mallarni qaysini tanlasang cho'qim yaxshi yetaklayoladi. Qolgan panqaytliqlarni o'ngshab. Hozir sening oxirgi tanlashingga hurmat qilamiz. Mening tanlashim bo'lsa Cemiyetimizdeki barlıq yaş ösmirlerinin pen mağarip bilimlerini öğrenişe yardım kılaylı. Ula bizden kelgüsümüz. Hemmimiz birlikte ulanın teximi köp pen medeniyet bilimlerini öğrenişige teximi köp fırsatlarını hazırlap masayka cemaat paravoluk məxsus punduğu əgşeyli. Mevlam şu yıkındım bu iqtisadım qattiq yaxshi emas. Qandaq pul topsam bo'ladi deb beshim baqqatdi. O siz naqshini shunda yaxshi aytgandi ekan, badam bevosita tarqitishim tushirib, shuni jibo qilib pul topsangiz olmamdi. Men qarang bir oyda 20 ming qo'ydek pul tepibdiman. Oy, amsimami tushiraychi badamni. Ha, iqlamni tushirib beray. Adaş, her az abay güzel telefon qilibdi-kan. Bugun sizlarni bir mehmon qilay ko'rishaylik deydi. Adaş şu barlıq pullarını o'ziga mablag' silib, talaba kasbiy tarbiyalash maktubida o'qiyaptimi degan to'g'ri. Nadin kelgan pulga u? Ha, adaş o talabada tirishib o'qib, yangi kiyim-kechaklarni oylabdi-kan. Maktabida nurg'un o'qish mukofot pullari beribdi qara. Nimda paysi? Ammo men kiyim tikishni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimga talaba maktabini tavsiya qilib qo'yay adaş. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar.
Bizning bu qadimqi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Elnuri Yezigilik fan texnika taraqqiyotchilik sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Sen qayerdesan suygüçüm? Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası. Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası. Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadasi, sevginin yok çiğnası. Hoş avazlar seynası, Yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, sevginin yok çiğnası. Hoş avazlar seynası, Yipak yo'li sadasi. Qadim Yipak yo'lida ajdod bo'lgan chavandoz, Jo'shqin qon bor tumurda, kuy naqshisi xush ovoz. Kuymish qog'loq sho'xisi, nur qaytadi yurakka. Büyük karvan varisi, aman yeter ilekке. Büyük karvan varisi, aman yeter ilekke. Yipak yo'li sadosi, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası. Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası. Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadosi, sevginin yok çiğnası. Yipak yo'li sadosi, hoş avazlar seynası. Qadim Yipak yo'lida ajdod bo'lgan chavandoz, Jo'shqin qonlar tumurda, kuy naqshisi